Tabii qo'ldingmi? Mana endi men tayyorman. Endi boshladik. Ularni qanday drakonni mag'lub qilishimga kimnidir yoki nimadir haqorat qilmoqchi emasmiz. Yo, nima gap? Qanday qilib bu o'yindan o'tsam bo'ladi? Bular Ender drakonni mag'lub qilishimga to'sqinlik qilarmikin? Agar qachonki men o'lib qolsam, yellanati, men xafa bo'lishimga to'g'ri keladi. 1 million aholiga ov boshlandi. O'zingni bos, men hali joyimdan qimirlamagunimcha ov boshlanmaydi. Bir yo'q hali la'nati. La'natlar ey. Men mana bu yerdan sakrashim, mana endi boshladik. Bularni qanday mag'lub qilsam ekan? Bola ham bor ekan. Nima gap bolajonim? Yaramat, sen bolani urib tashlab ketmoqchi edingmi? Men afsusdaman. Sen bir zumda katta bo'lib qoldingmi? Mana endi men tayyorman. Jinorson, men qayergadir berkinishim kerak. Haligi mana bu sigir seni tasqara dedi. Qadaringga la'nati. Jinorson, ular juda ham ko'p ekan. Men portal ichiga berkinsam bo'ladi. Nima bo'la bu? Mana endi men o'zimga ajoyib va g'aroyib narsa topib oldim. Mana bu uyga berkinsam bo'ladi. Ular bu yerni tekshirmasa kerak. Iltimos, faqat bu yerni tekshirma. Jinorson, axir mening yarimta yuragim bor. Menimcha o'yin shu yerda tugasa kerak. Xayriyatki uning ko'zlari ko'r ekan. Xayriyatki bu yer tinch ekan. Faqat menga tegma, iltimos. Bu yerga chiroyli skelet qayerdan keldi? Nima? Jinorson, axir sen daltonik ekansan. Men shunchaki chiroyli skeletman. Rasul bo'lishimga olgan qoldi. Yo'q, shoshma, axir sen qariyasan-ku. Menimcha sening ko'zlaringda muammo bo'lsa kerak. Men oldingidan yaxshi ko'ra olmayman. Ajoyib-ku. Shuning uchun meni ko'z o'ynaklarim bor. Ko'z o'ynaklar deysanmi? La'nati. Shoshma. Bir daqiqa, men bu yerda nima qilib yuribman? Ajoyib, u o'z xotirasini yo'qotgan. Balkim. Xudoyim, bo'ldi, men taslim bo'laman. Bu sinovlardan o'ta olarmikinman? Jinorson, ular meni qurshab olishdi. Shoshma, men bilaman nima qilishni. Menga sening guning kerak. Bo'lishi mumkin emas. Axir bu ish beryapti. Bu yerdan quyon qilamiz. Bu qo'zg'oy hozirgina meni hayotimni saqlab qoldi. Senga qanday rahmat aytsam bo'ladi? Nima? Yo'q. Faqat bu o'rtamizda qolsin. Harom bolangni olib ket. Shoshma. Men bu bolani o'zim bilan olib ketaman. Men tayyorman. Men yaxshi otaman. Shu yerda turganda joyingdan qimirlaman. Qani olg'a, men ozodman. Ulardan va nihoyat qutuldim. Endi borib men ulardan, menga tegma, nima xohlasang hammasini qilaman. Sen kamerangni yo'q. Nima? Men hech qachon kameram yo'qmayman. Mayli, o'zingni bos. Mana men aytdim-ku, nima xohlasang qilaman deb. $100 yirtib tashla. Balkim kerak emasdir. Bo'lmasam $200 yirtib tashla. Mana ko'ngling joyiga tushdimi? Mana endi sen $1000 yirtib tashlashing kerak. Sen yesang joyidami? Men $1000 yirtib tashlamayman. Bo'lmasam o'zingni yuzingni ko'rsat. Mana hammasi tayyor. Endi ketchupni sutga qo'shgin. Axir bu oson-ku. Endi uni ichgin. Nima, ustimdan kulyapsanmi? Ichyapman, boshingga urib yoraman. Mana endi ko'nglim joyiga tushdi. Meni hozirgina zo'rlab ketishdi. Mana endi ov mavsumini boshlasam ham bo'ladi. Men g'olib bo'lishim uchun menga 5 ta narsa kerak bo'ladi. Men o'zimni tiklashim uchun menga oziq-ovqat kerak. Keyin esa men o'zimga yog'ochlar va temirlar topishim kerak.